Assalomu alaykum, hurmatli Mevali Taxta bozorining mijozlari va kanalimiz muxlislari. Biz uzoq vaqt videolar qo'ymay qo'ydik. Mana endi nasib bo'lsa, deyarli bir oyda bir marta xudo xolasa videolar qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hozir o'zimizning yangi qurilish mollar do'konidan videolar e'lon qilamiz. U yerda ham katta chegirmalar ketyapti. O'zimizda umumiy hamma mahsulotlarimizni yaqin haftalarda nasib bo'lsa Rossiyadagi aka-ukalarimiz ko'pchilik shu talablarga binoan narxlarni chiqaramiz. U yaqinda yangi mahsulotlar kelishini kutyapmiz. Hurmatli Mevali Taxta bozorining kuzatuvchilari va mijozlarimiz, mana bugun davom ettiramiz videomizni. Qurilish materiallari magazini xozmagimizdan davom ettiramiz narxlarda. Bu akam Husniddin akamiz tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum. Qadrli avtomobil kuzatuvchilari, hurmatli savollarga podpischilar. Mana bugun xozmakdagi konkurslarda bitta yangiliklar bilan qisqacha tanishtiramiz. Narx-navolar, ko'p yangiliklar kelgan. Xo'jalik mollarimiz ham shu taxta bozorimizning ichkarisiga mana kiraverishida shu yerda joylashgan. Yoz mavsumlari uchun ventilyatorlarimiz kelib boshladi. Mana har xil turdagi endi boshlayotdik. Bu tarafda lustralarimiz bor. Hozir narxlari sketga ketyapti 30%. Mana bu lustrani 850 mingga, hozir 400 mingdan beryapmiz. 55 diametrli bor. Ancha chegirmalar. Ha, chegirma ancha yaxshi hozir narxlar. Mana bu ham 60ligi. Buni ham 400 ming so'm qo'yapmiz. Ilgari narx 800 ming so'm edi. Endi yoz mavsumi uchun basseynlarimiz keldi. Xudo xolasa basseynlarimizni ham hozir taxlab nima qilish, narxlarni chiqarish jarayonidamiz. Hozir rasmlarini, diametrlari bilan qo'yib beradi. Akamiz o'ziga tashlab beramiz. Narx samaringiz hamma narsa topiladi, ha? Narxlarimiz 11,5 ming so'mdan yaxshi zavodskiy narxlar. Samarizlar 28 ming, qora samarizlar. Ustalar bilan o'zi mana mehmon ishlaydi firmasini. Shu yaxshisi. Keyin elektron nimalarimiz bor bu yerda. Счетчикlarimiz bor. Hisoblagich. Ko'pchilik shaharlarga borib olib yotishadi. Misol 1 million 200 ming so'mdan narxi. Mana shetlari 3 faza deydi. Soda счетчиги bor, gazniki bor. Qisqasi счетчикda hamma xildan bor. Mana bu galagenlarimiz yangiliklar mana bular. Bu turdagi galagenlar endi kelib boshladi. 18 ming so'mdan narxi. Mana bu 26 ming. Mana bu bittalikda 35 mingdan. Yana ham kanalda ko'rib keldim desa 10% skidka qilib beraman 100%. Ha, ana. Bu aniq bo'ladigan gap. Nurjalolni kanalidan ko'rdim deyilsa 10% skidkasi bor. Do'stlar, davom et. Mana bu xonalarda ham. Bu xonamizda hozir ozgina ishlov jarayoni ketyapti. Mana bu yerdan banyan maketi tuziladi. Mana bu yerda santexnika xona qilyapmiz nasib bo'lsa. Yaram yoritib bir nimalar qilmoqchimiz. Narxlari yomon emas. Mana santexnika, mana bu banyaga hamma nimalar kerak bo'ladigan hammasi bor. Bu yangilik. 80 talik Royal 1 million 450 ming so'mdan misol banyaga qo'yishar ko'pchilik boler deydi o'zimizda. Bu Ariston deydi-ku. Misol Akfa deganda Aristonimiz. Ariston Royal firmaniki, Artel 3 yil garantiyasi bor, 1 million 450 ming so'm. Mana bu svarkalarimiz aksiyada hozir. Hammasini 700 ming so'mdan beryapmiz. 1,5 yil garantiyasi bor. Mana svarish apparatlar. Mana bu nasozlarga 370 lik deyiladi. Endi ustalarimiz tushunadi buni. 370 ligimizni hammasi 700 ming so'mdan. Sindiradigan narxlar. Bu narx yo'q. Bemalol sol. Arenda narsalarimiz ham bizda hamma narsamiz, shkrollari mavjud. Mana bu yerda atboyniklarimiz, 7 ta atboynigimiz bor. Hozir endi 5 tasi ishga chiqib ketgan. Hozir video qilish jarayonida 2 tasi qolgan, 2 ta zo'ri qolganda, Mirjalol. Yangilari chiqib ketgan endi o'zimizda. Zo'ridan 2 ta qolgan. 3 ta yana 4 ta yangisi bor. Ular 1 soatiga 15 ming so'mdan beramiz. Keyin tashqarida apparat deydi, o'zi biladi buni stejka qilishdan oldin promovka qilingan yerda. Shu narsadan ham yangisidan 2 ta bor. Soatiga 50 ming so'mdan kanalingdan ko'rdim deb kelsa, 50 ming so'mdan soatiga qilib beraman. Keyin tashqarida yana kecha bochkalarimiz kelgan 1 tonnalik, 300 talik yoz mavsumi uchun misol do'shlar qilamiz deydi-ku. Shularga 300 talik mana maydaroq go'sht ustiga qo'yishga bochkalarimiz ham kelgan. Ulardan bir narxni tanishtirib chiqdim. Mana bu yerda
bochkalarimiz 300 litrligi bor misol. Чисто золотская бочка. 300 litrligi narxi 350 ming so'm, 400 litrlikni narxi 410 ming so'm. 1 tonnalik 700 ming so'mga beraman agar shu taxta bozor skladda. Ha, shu o'zimizda. Kanaldan ko'rdim bittasi 700 ming so'mga beraman. Bu realda. Dinaflex. Bir pachkasining narxi 230 ming so'm. İçinde 20 dona bo'ladi, 2 yillik razmerlar. 230 mingdan qilib beramiz. Buni ham narxi tushgan, ilgari 280 ming. Shunday. Ichki remontga ham nima xohlasangiz, hamma narsa topsa bo'ladi. Mana bu konteynerimizda 5 xil rodbinimiz bor. Ha. 16 ming so'mlik mashina. Mana bu rodbinimiz 18 minglik rodbin. Marginimiz 20 ming. Mana bunimiz qimsiz deydi ko'pchilik. Sizlar qimsiz rodbindan so'rashadi. Qimsiz rodbinimiz 24 ming so'm. Rodex deydi. Knaf bor, Eliron bor. Ular xonada. Ulardan mana bu yerda mana bu Ventum kafellik klientlarimiz endi buni egalari biladi, o'zi ustalar ishlatadiganlar buni maqtashimiz ham shart emas. Birodan arzon hamimiz ham demaymiz. 505, 503, 700, 600 markada hammasidan bor. Buni narxi misol 505imiz 40 ming so'm, mana bu 503imiz 32 ming so'm. Mana bu Eliron rodbinimiz bor 42 ming so'm. Knaf rodbinimiz bor 48, 42. Keyin mana bu bozor bu stiklovatani preslangan beshligi, buni hozir ko'p musofirda yurgan akalarimiz yaxshi bilishadi. Bu asosan Rossiyada bo'lardi. Hozir bu yerga ham kelgan. Mana bu Rolandagi stiklovatalar ochilganda mana bu 4 bazir chiqadi. Ana bu 5lik preslangan. Narxi 150 ming so'mdan. Hozir o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqaryapti buni ham. 100% kачественный, yonishiga, yonmasligiga hamma narsasiga garantiya beriladi. Bir pachkasining narxi bu kvadratini bir pachkasining narxi 150 ming so'm. Ichida 6 kvadratga yaqin bo'ladi. 6 ga 120, 570 nechidir fol chiqadi. Mana bu Rolandagimiz bu 15 kvadrat, 5 folga hisoblanadi. 150 ming so'mga beramiz buni. 15 kvadrat, 12 kvadratligi bor, 15 kvadratligi bor, 18 kvadratlik Rolandagilar. Bu preslangan 5ligimizning narxi 150 ming so'm. Xo'p, aka, rahmat. Sog' bo'ling. Mana shu kanal a'zosiman, kanalda ko'rdim deb kelsa 10% skidka qilib beraman. Realni narx. Xo'p, rahmat. Hurmatli Mevali taxta bozorining kuzatuvchilari va mijozlarimiz, mana bugun davom ettiramiz videomizni. Qurilish materiallari magazini xozmagimizdan davom ettiramiz narxlarda. Bu akam Husniddin akamiz tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum. Qadrli taxta kuzatuvchilari, hurmatli musofirlar, podpisчиклар. Mana bugun xozmakdagi kompostlarni bitta yangiliklar bilan qisqacha tanishtiramiz. Narx-navolar, ko'p yangiliklar kelgan. Xo'jalik mollarimiz ham shu taxta bozorimizning ichkarisiga mana kiraverishida sherda joylashgan. Yoz mavsumlari uchun ventilyatorlarimiz kelib boshladi. Mana har xil turdagi endi boshlayotdik. Bu tarafda lustralarimiz bor. Hozir narxlari skidga ketyapti 30%. Mana bu lustrani 850 ming edi. Hozir 400 mingdan beryapmiz. 55 diametrli bor. Ancha chegirmalar. Ha, chegirma ancha yaxshi hozir narxlar. Mana bu ham 60ligi. Buni ham 400 ming so'm beryapmiz. Ilgari narx 800 ming so'm edi. Endi yoz mavsumi uchun basseynlarimiz keldi. Xudo xolasa basseynlarimizni ham hozir taxlab nima qilish, narxlarni chiqarish jarayonidamiz. Hozir rasmlarini, diametrlari bilan qo'yib beradi. Akamiz o'ziga tashlab beramiz. Narx samaringiz hamma narsa topiladi, ha? Narxlarimiz 11,5 ming so'mdan yaxshi zavodskiy narxlar. Samaringizlar 28 ming, qora samaringizlar. Ustalar bilan o'zi mana mehmosh deydi firmasini. Shu yaxshisi. Keyin elektron nimalarimiz bor bu yerda. Счетчикlarimiz bor. Hisobdagi ko'pchilik shaharlarga borib olib yotishadi. Misol 1 million 200 ming so'mdan narxi. Mana shetlari 3 faza deydi. Soda счетчиги bor, gazniki bor. Qisqasi счетчикda hamma xildan bor. Mana bu galagenlarimiz yangiliklar mana bu. Bu turdagi galagenlar endi kelib boshladi. 18 ming so'mdan narxi. Mana bu 26 ming. Mana bu bittalikda 35 mingdan.
yana ham kanalda ko'rib keldim desa 10% skidka qilib beraman, 100 Ha, foiz. ana. Bu aniq bo'ladigan gap. Mirjalolni kanalidan ko'rdim desa 10% skidkasi bor. Do'stlar, davom et. Mana bu xonalarda ham Bu xonamizda hozir ozgina ishlov jarayoni ketyapti. Mana bu yerdan banyan maketi tuziladi. Mana bu yerda santexnika xona qilyapmiz, nasib bo'lsa. Bu ham yoritib bir nimalar qilmoqchimiz. Narxlari yomon emas. Mana santexnika, mana bu banyaga hamma nimalar kerak bo'ladigan hammasi bor. bu yangilik. 80 talik Royal 1.450 ming so'mdan Musa banyaga qo'yishar, ko'pchilik boler deydi o'zimizda. Bu Ariston deydi-ku. Misol Akfa deganda Aristonimiz. Ariston Royal firmaniki, Artel 3 yil garantiyasi bor, 1.450 ming so'm. Mana bu svarkalarimiz aksiyada hozir. Hammasini 700 ming so'mdan beryapmiz. 1.5 yil garantiyasi bor. Mana svarishni apparatlar. Mana bu nasozlarga 370 lik deyiladi. Endi ustalarimiz tushunadi buni. 370 ligimizda hammasi 700 ming so'mdan. Sindiradigan narxlar. Narx bu narx yo'q. Bemalol sol. Voy, yaxshimisiz? Yaxshiman. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi o'zi? Aralashma. Kim gaplashaman sabab? Qoch. Ijakda kezdi suv onda nega bari qaytmay Ana endi gapir onasi. Qalaysan? Agar sizlarga ham hovlilarga mana shunaqa basseynlar kerak bo'lsa, ko'chadan issiq havodan kirib bitta kalla tashlab muzlab olginglar kelayotgan bo'lsa, albatta